ba, rang degan mao 3 so'zning farqini so'rabsizlar. Bak yaxshi savol bo'ldi bu. Chunki mush grammatik darsxonamizda maqol yozishda bo'lsin yoki o'rta saviyaning yetaklashlarida jumla tuzishlar bo'lsin, mushu ba degan so'zni xato ishlatib olgan ahvol bek ig'ir. Bugun fursatga qaptim, shuni tushuntirib qo'yay do'stlar. Yurak berib, saqlab olinglar, takror qiladigan topolmay qolsizlar. Cho'qim xotir qoldirib oladigan mazmunjimi ma'u. O'zimizning gapiga aylantirib ham deb bersam, shi degan ma'u so'z qig'uzdi, atguzdi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni demakchi, shu ahvolni keltirib chiqargan obyektiv ma'lum shaxs bo'lishi mumkin va yoki ma'lum bir ahvol bo'lishi mumkin va yoki ma'lum shay'i bo'lishi mumkin. Buni endi biz yoziqchilikda ko'proq ishlatamiz. Ingliz tilida biz bunday shi degan gap bek deb ketmaymiz. Masalan, bu ish meni bek azobladi degan bo'lsak, 这件事使我很难过. 这件事使我很难过. Bu ish meni bek azobladi deb, ya'ni shu ish mening azoblanishimni keltirib chiqadi deb tushunammi? Shundaq ma'noni bildirganda biz shini ishlatamiz do'stlar. Endi ba bo'lsa, ba biz eng ko'p uchratadigan so'z, ya'ni bazıcı deymiz. Bu bir fe'l emas va yoki ravish emas. Bu o'z oldiga ayrim bazıcı. Buni men bekchiq so'zlab ketdim do'stlar. Bu endi palon narsani mundaq qildi, palon narsani mundaq urlashtirdi degandek ma'nosi bor. Ya'ni ni degan ma'nosi chiqadi Uyg'ur tilimizdagi. Masalan, men topshiriqni ishlab bo'ldim desak, 我把作业写完了, 是吧? 我把作业写完了. Shu jumlaning egasi shu ish harakatni keltirib chiqaruvchi shaxs asosan shu shaxslar jumlada ega bo'ldi ba bilan kelgan. Cho'qim shaxs beshida keladi, andan keyin ba keladi, undan keyin shu ish harakatning ta'siriga uchrag'uvchi obyektiv keladi, undan keyin shu ish harakat andan keyin keladi. Jumla 我把作业写完了. 我 jumlaning egasi ish harakatni keltirib chiqaruvchi. Ba bo'lsa shu ni degan ma'noni bildirdi. Jumla shaklidagi qurilma shu. Kendiki zoye deganimiz ish harakatining ta'siriga uchrag'uvchi obyektiv topshiriq. Shunami? Bu jumlada topshiriq ni ishlab bo'ldim dedi. Nima bir nima qilgan bo'lsa, shu narsa ba'na keyinga keldi. Andan keyin nima qildi? Buni ishladi. Shu ish harakatni bildiradigan fe'l keyinga keladi. O ba zoye shevanla. Endi mush ba'ni ishlatgan chog'imizda cho'qim diqqat qilish tegishli bo'lgan nuqta ish harakatni keltirib chiqaruvchi cho'qim o'zligidan qilgan bo'lishi kerak. U bir shaxs bo'lish nisbati bekroq yuqori. Masalan, abiyamki jumlada bu ish meni azobladi dedik. Av degan bir ish bu ish harakatni o'zligidan bir qilolmaydi, etamaydi. Shunammo faqat ta'sir yetkazdi u yerda. Shuning uchun a jumlada 这件事把我难过了 deyishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki ish harakatining egasi ba'zi joyda cho'qimki ish harakatni o'z qo'li bilan tutib turib u ham bu ham qila oladigan bo'lishi kerak. Shaxslar ega bo'lib keldi asosan. Yana bir diqqat qiladigan nuqta, cho'qimki shu obyektivda bir o'zgarish paydo qilgan va yoki bir o'rinlashtirish qilgan yoki ma'lum natijani hosil qilgan bo'lishi kerak. Masalan, "va ba shu du" deb qo'ysak ham bo'lmaydi. Bu jumla xatolan bo'ldi. Men kitobni o'qidim deb bunda tugatishga bo'lmaydi. O'qib bo'ldim yo o'qib tugatdim. Degandek deyishimiz kerak bu yerda. Cho'qim bir natija hosil bo'lishi kerak. Shuning uchun 我把书读完了 desak anda jumla mukammal bo'ldi. Siz uchratib boqammi 我把书读 degan gapni? Cho'qim xato. 我把书读完了 va yoki 我把书读了 o'qidim deb bu yerda bir natijani bildiradigan ayada keyinda natija to'liqlovchisi va yoki yordamchi so'zdan birisi bo'lgan l bilan oyoqlash kerak. Shuning uchun ba'zi juda diqqat qilganimiz cho'qim jumlaning egasi shu ish harakatga bir ta'sir ko'rsatadigan shaxs kishi bo'lishi kerak. Yana birsiga jumla qurilmasi to'g'ri bo'lishi kerak. Avval to'ldiruvchi ish harakatining ta'siriga uchrag'uvchi obyektiv keldi, undan keyin andan fe'l keldi. Yana bir diqqat qilganimiz cho'qimki shu obyektivga bir natija hosil qilgan bo'lishi, bir o'zgarish hosil qilgan bo'lishi kerak. Buni to'liq ifodalashimiz kerak. Ba'zi joy bek muhim do'stlar. Men buningdan boshqa yana ikki film ishlab ba'zi joyni ayrim tushundirgan bo'ldim. Yani qayta ayrim ko'rib baqsam bo'ldim. Ammo sanda men uch so'zning farqini so'zlayotganligim uchun men eng negizlik yerlarni ishtik so'zlab beryapman. Endi jangga keldik. Bu jang o'ng'ay. Men ikkisi bilan ancha aloqasi yo'q desak ham bo'ladi. Bu shu buyruq jumlalardachi boshqalar biz buyruq berdik. Ani qil, mani qil, ani qig'izdi, atgizdi
Yamanda buyruq qildi degandek yerlarda biz rangni ishlatamiz. Masalan, mama rang wo xie zoye, apam meni topshiriq ishla dedi, ya'ni apam meni topshiriq ishligizdi deb bu yerda buyruqni olib beryotidi. Buyruq kimga tushyotidi? Menga tushyotidi. Shuning uchun mama rang wo, qanday buyruq beryotidi? Xie zoye. Bu rangni albatta men ayrim tushundirgan. Shu shodin qilib qo'ygan birinchi filmimdan bor, ko'rib baqsanglar bo'ldi ayrim. Shuning uchun xuloslab kelsak, rang bo'lsa bir buyruq, shu boshqalar bizga buyruq berganda rangni ishlatamiz. Ba bo'lsa ma'lum ishga o'zgartish qilgan vaqtida palon narsa ne degan ma'noni bildirdi. Shi bo'lsa palon ish yoki palon ahvol bunda qilg'izvatdi, etkizvatdi, bunda oqibat keltirib chiqadi deganni bildirdi. Ishlatadigan o'rni butunlay o'xshamaydi uchining. Shuning uchun do'stlar, mushtolat til o'rgangan vaqtimizda har bir so'zni tegi taktidan tushunish bek muhim. Buning azroqlam yuzaki ma'nosini tushunib olib, andan keyin udulkaga yerda ishlatib salsanglar, bu yerda xatolik bo'ladi, qarshi tarafni gapinglarni to'g'ri tushunmaydi. Hamda hozirgi shu imtihon berayotgan putunxon imtihon istaymiz va yoki xizmatdagi har xil ehtiyojlar deymiz, buning o'rtasidan to'g'ri chiqamaydigan, boshqalarning kulkisiga, masxarasiga qoldigan va yoki o'zimiz bo'lgan ishonchimiz to'lab ketadigan ahvollar mushundan yuz berdi. Tafsiliy, uzun muddatlik o'rganish plan tuzib o'zinglarga bir so'zni tegi taktidan zig'irlab turib, vaqt kesimi, zehn kesimi, aslida tafsiliy tushunib o'rganishga to'g'ri keldi hamda buning bir jarayon, sabr, toqat ketadi do'stlar. U yerdan terib, o'rganib olib, hojitimizdan chiqib, yo'limizni ravolashtiradigan yerda emas biz. Hozir qanchalik chiqib bilsak, shunchalik yaxshi. Mush davlat tilini bilgan odamning tepatgan yo'li bilan bilmagan odamning tepatgan yo'li kechirayotgan turmushi o'xshamayotadi-ku. Bu yerda deyish ketmaydi-ku buni. Shuning uchun işte tafsir o'rgansam bo'ladi. Men uzluksiz bir saviyarimni oshusam bo'ladi. O'rgangangimni o'tadigan bir kun, o'rganmagangimni o'tadigan bir kun deganni tushunayotgan do'stlar, bizning darsxonamizga men yenilab sizlarni o'rganishga chaqirman. Hozir bizning darslarimiz yengillanib so'zlanyotadi. Burunqi so'zlab bo'lgan darsni qayta qo'yib beradigan ahvol yo'q. Qaytadan yengillanib, sizlardan burunqi o'rganuvchilar shu darsda yo'liqayotgan masala, kam qolgan yoki ortiq ketgan yerlarni chataydiganni chatab, qo'shdiganni qo'shib, shularni bir ko'z tutib turib shu ahvollarni qaytadan yengillanadi. Hamda shu kitoblarimiz diki yetaklashlar bo'lsin va yoki shu ig'iz til kuchaytirishdagi yetaklashlar bo'lsin, grammatik jihatdagi yetaklashlar bo'lsin, hammasi bir-biriga bog'langan holatda siz o'rganmanlam desangiz bosh oyog'i bor hamda men o'zimning yetaklashida bir ritmda o'rganalaysiz. Mushu holatda mengab hozir menga ergashgili 1 yildan oshgan, bir oymi dars to'xtab qo'ymagan o'rgangichlarimiz bor. Bulardagi natija, o'zdagi ishonch deymiz, har jihatdagi turmushning tartibga tushishlari deymiz. Her jihatdan ish qilib 1 yilda degan xil bir ish bo'ldi ki ish qilib. Ashta bo'lib bo'ldi do'stlar. Shunga ekran oldidagi sizmi men davlat tili o'rgansam bo'ladi. Mayli qanchalik o'rganalay bir o'rganish holat bo'lsam bo'ladi deydigan ishtiyoqingiz, istiqingiz, irodangiz bo'lsa, men ayrim uchur qilsangiz bo'ldi. Boshpatda undidor nomer bor do'stlar. Yana birsiga bizning ingliz tili darsimiz boshlanib ketdi do'stlar. Ingliz tilida saviya oshsam bo'ladi yoki ta'tilda mush bolamning ingliz tili saviyasini azto'la yuqori ko'taradigan ish qilsam bo'ladi deydiganlar men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Tafsilotni azto'la tushuncha bersam, shu 0 saviyadan tortib, ingliz til tavushlaridan tortib, asos saviyadaymiz, o'rta saviyadaymiz, yuqori saviyadaymiz. Hamma yetaklashlarni o'z ichiga olgan,